Domdagi qo'shnim tepadan suv oqizib yuborsa, patologim yomon bo'lib qolmasligi uchun qanaqa material ishlatishim kerak? Natijani patolog qilishimiz kerak unga. Nimaga? Chunki suvdan qo'rqmaydi. Suv qanchalik toshsa ham, devorlaringizga, kafillarga o'tkazib yubormaydi suv. Natijani o'zida ushlab qoladi. Siz tajribangizda shunaqa holatlar bo'lgan? Borib, suvni to'kib, yana qizdirib, o'z holiga qaytarib berganmiz. Material yomon bo'lib qolmaydi u suv to'kgandan keyin. Qandoq bo'lsa shundoq turar ekan-da, to'g'rimi? Xullas, uyimjonliklar bizga o'xshab uyingizni patologini qildirayotgan bo'lsangiz, обязательно natijani patolog qildirishni maslahat beramiz. Nimaga? Tepadan qo'shni suv oqizib yuborsa ham yomon bo'lib qolmaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Bizlar ham mana hozir sanuchilimizni natijani patolog qilishga kirishganmiz. Tayyor bo'lganda sizlarga ko'rsatamiz. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin tanishlarga tashlab qo'yinglar. Okamni pastdan o'yligini qoldiraman.